Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana bugun Uzgol kanali Alisher Akbarov hamda Donik Vines bilan birgalikda zo'r eksklyuziv ko'rsatuv tayyorladik. Assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Uzgol kanali bugun Alisher Akbarov va Donik Vines bilan birga eksklyuziv zo'r ko'rsatuv tayyorladik. Mana qarang, men orqamdan qaytaryapsiz. Aka, siz mehmonsiz. Aka, to'g'ri mehmonman. Menga qarang, agar menni O'zbekiston terma jamoasi o'rnay olsa, aniq jahon chempionatiga chiqadi. Nimaga aynan sizdan? Xo'p, nimaga aynan mendan? Chunki mana sizning gaplaringizni birga bir ko'chirdim hozir. Xo'p. Agar Braziliya yoki Germaniyaning o'yinlarini ham O'zbekiston sborniyimiz birga bir ko'chirsa, aniq chiqib ketamiz jahon chempionatiga. Bizani kuzatishga davom etinglar. Kuzatishga davom etamiz. Tak o'rtoqlar, mana birinchi savolimizni Messi yoki Ronaldoni beramiz. Kim zo'r? Messi deydi. So'raymiz. Messi. Uzgol kanali Messi yoki Ronaldo? Ronaldo. Voy, Messichilar bormi? Bruno. Messi yoki Kutib tutamlar. Messi, xo'sh. Messi. Voy, malades. Mana yaxshi bo'lar ekansiz. Messi yoki Ronaldo? Messi'ni o'rning. Messi. Messi, okey. 3-1. Assalomu alaykum. Uzgol kanali Messi yoki Ronaldo? Sena Messi или Ronaldo? Messi. Messi. Спасибо. 5-1. Assalomu alaykum dedi. Qormay Uzgol kanali Messi yoki Ronaldo? Ana Messi, Ronaldo. Messi okey. Messi mi Ronaldo? Ronaldo. Messi demoqchiydi, Ronaldo deyordi. Как Ronaldo праздник покажи на камеру. Молодец. So'kalla dolar. Assalomu alaykum. Tak, Messi yoki Ronaldo? Assalomu alaykum. Messi. Messi yoki Ronaldo? Messi. Ronaldo или Messi? Messi mi Ronaldo? Messi. Nimaga? Sizgachi. Ronaldo. Ronaldo mi, Messi mi? Messi. O'zbekiston jahon chempionatiga chiqadimi? Ishonasizmi? Xudo xolasa chiqadi. Qaysi yili shu biz bilolmaymiz, yili ketdik. Xo'p, O'zbekiston jahon chempionatiga chiqadimi? Ma'lum bir yilda chiqsa kerak. Qancha shu ma'lum bir yil? Bir chiqib qolar, 15 yildan keyin. Jahon chempionatiga O'zbekiston qachon chiqadi? Qolar, xudo xolasa. Mana keling kameraga gaplashing. To'g'ri javoblardan bittasi mana. Qachon chiqadi jahon chempionatiga? 50 yilda kamida. O'zbekiston jahon chempionatiga qachon chiqadi aka? Qachon? O'zlar. O'zbekiston qachon jahon chempionatiga chiqadi? U masalada bir narsa deyish qiyin. Сборная O'zbekistona когда выйдет чемпионат? O'zbekiston jahon chempionatiga qachon chiqadi? Endi savolga san nevaralarimiz ko'rmasa kerakmi? Biz ko'rmayapmiz mana. Qolar, xudo xolasa bir yana 10-15 yildan keyin. Сборная O'zbekiston qachon jahon chempionatiga chiqadi? Сборная O'zbekistona когда выйдет чемпионат мира? Я вообще не понимаю, что в футболе, я не люблю. Вообще не занимаемся. Ну, я думаю, лет через 20. Наверное, сборная O'zbekistona тоже через лет 20. Наверное. Qo'limiz rivojlanadi, ozgina. Qachon? 1-2 yil sabr qilaylik. 1-2 yil O'zbekiston terma jamoasi qachon jahon chempionatiga chiqadi? Xafa bo'lmaymiz. Biz futbolchi emasmiz u. Uning uchun juda ham ko'p mehnat qilish kerak, tezroq qilish kerak. O'sha chet ellik anaqa sportsmenlar Ronaldoni qanaqa zanimatsiya qilib 20 soat trenirovka qiladi. 4 soat dam olish mumkin. Shunaqa darajada mehnat qilish kerak. Shunaqa mehnat qilsa chiqadi. Mana aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, bugun futbol haqida xalq fikrini bildik. Allay qolingni. O'zbekiston terma jamoasi qachon jahon chempionatiga chiqadi? Bu yilgi oltin to'pni kim oladi? Liga Chempionovda kim g'olib bo'ladi? Barchasiga javobimizni oldik xalqdan. O'zingiz ehtiyot qiling. Keyingi ko'rsatuvlarimizni ham ko'rishda davom eting. Uzgol YouTube kanalida Donik Vines sizlar bilan bo'ldi. Sog' salomat bo'linglar. Mana qarang, aka. Boydan beri meni gapimni o'g'irlayapsiz. Men gapirishim kerak bu gapni. Men sekin gapirganingizga yuraklarimiz siqilib ketdi. Bo'ldi, ketdik. Sog' bo'ling, yaxshi ko'rishinglar. Ketdik, bo'ldi, uyga. Uzgol kanalini kuzatishda davom etinglar. Hello. It's me. Esimdan chiqdi. Homiyimiz Bookmakerlik kompaniyasi Parimatch.